Ana bugün yangi yil. Bitta odam topishim kerak emas. Bir o'zim bu og'irlik qiladi. Ichim qisadi bir o'zim. Birini olishim kerak, mayonez dedi. Shu olive. Hamsa. Jonati. Ha, Mana qarang bitta ish bu. To'xtang. Usijon, endi sizga bir xizmat bor. 2 minutlik. men seni hech qanday xizmating qilmayman, Ismat. Asan buzmaman. Mana qarang Usijon. Qarang, ichimizdagi husumatlari eski yilda qoldiraylik. Yangi yil kelyapti. Bir xursand bo'lib uyda bir 2 minutlik xizmatchi bor. Menga qara, 20 ta yangi yil kelsa men sen xizmating qilmayman, Ismat. Mana qarang. Uyda konyak bor. Hamsiya jonim. Bunday xizmatlar bo'lsa bemalol aytavering. 5 butilkagacha qilaveramiz xizmat. Men qaytmayman. Siz eng zo'r hamsiyamsiz. Endi o'tmishda qolgan husumatlarni qoldiramiz. Qoldi hamma. Yangi yilda aql bo'lamiz. Yangicha. Aql bo'lamiz. Chili 40 ming tamom. Chela tegmang siz ham. Men 40 mingman, siz ham 40 ming tamom. Tamom. Oldik. Ikkimiz ham suv ichamiz, 30 la suv ichsin. Tamam, men tarafini ko'rmang, hamsiya. Oldik. Tamam. Mana qarang, o'z qiyra ketayotgandingiz. Hamsiya shuni yaxshi eslatdingiz. Keliningiz Aliviya qilaman deydi. Bodring. Bodring bor. Keyin kalbasa. Kalbasa ham o'zimda bor. Mayonezmi? Mayonez yo'q lekin. Olib kelish kerak-da. Lekin Ana shu xizmat tugasin. Keyin bemalol mo'jnasiz. Men tugatib keyinmi? Yana bitta odam chaqiramizmi yo'q? Haqiqatan tezroq tugaytibdi, chaqiring. Kimmi? Bitta odam chaqiraymi? Chaqiring, tezroq tugaytmi? Mana shu darvozadan chiqaman, birinchi ko'rgan odamni olib kelaman. Davay, tezroq. Hozir ana shu yerda kuting, ham ketmang. Biyalarni ishta qilaman, biyalarni. Kim bor ekan? Qorbo. To'xta, berak. Dadam nimada ekan endi? Hozir. Qancha qo'rbon top keldi. Qo'rbon top keldi. O'tir. Zerichadi qorboya. She'r aytib beradi bizlarga bitta. Biz sovg'a beramiz keyin. Alloh. Keling. Qo'y. Zokir. Amaki dadam bilmasin, iltimos jim o'tir. Bil. Hech kimga gapirmayman. Nima beraylik? Bering. Yo'q, nima? Yo'q, dadam gapiradi. Ana, dadasi. Dadang bilan men o'zim gaplashaman. Ol qorbo, ol. Odam o'zi bilan ham o'zi gaplashadi-da. Gaplashadi. Olgansiz. Gapirmang. Oling. Hamsiya? O'g'lingiz ham ichamanmi bundan? Yo'q. İçmeyin. O'g'lim Xudoga shukr aqlli. Ana. Hozir uyda dars qilayotgan bo'lish kerak. Bu Qorboboning kiyimida. Nima deganingiz? Ya, o'z ichsa nima qilasiz o'g'lingizni? Ichsa nima qilasiz? Tasavvur qiling, ichsiz. Ko'p gapirdingiz-da, olinglar. İchsa og'zini yirtaman. Yirtadi, Ha. İchmasin. Qorbo lekin ko'p dirtasiz meni. Oling, ketdik. Menga qaranglar, xotin kelgan. Iltimos, men yoshiryapsiz. Shovur qilmang, to'xtang ham, yo'ling topamiz hozir. Nima? Hamsa yaxshi keldingizmi? Yangi yillaringiz bilan. Hay, mabodo yerim kelmadilarmi? Eriz kelmadi lekin. Bilasizki, men urush qilaman eriz bilan. Qorbo keldi, qo'rqiz keldi, eriz kelmadi lekin. Uyda agar eriz kelmadi. Mana qo'rqiz chiroyli lekin. Assalomu alaykum. Husniya otdi mana. Ko'ryapsizmi Husniya kapak mana. Nima? Dars olib chiqsin ha bu. Bacham, o'g'lim. Ha, dada. Ana bildi, İsmat o'g'liligini bildi. Dadasi? Ana. Bu ham bildi. Al qo'ydi. Usti bilan urishdim darvari ustida. Hamsiyamiz İsmat bilan urishdim, yana suv ustida. Yanami? Ha, yana. O'zingizlar urishasizlar. Mana qara, ustini xotini bilan urishasanmi? İsmat xotini bilan urishasanmi? Yorib tashlayman. O'zi bilan ham urishaman kerak bo'lsa. Menga qara, o'zim seni trinovka qilib tayyorlantiraman, ertaga jang uyushtiramiz. Yur xotin. Bo'lmasa hozir trinovka qildiraman seni. Ertaga jang tashkillashtiramiz. Davay, turing, ketdik. Keqa xotin u yakirqani? Uyda nima qilamiz? Trinovka qilamiz. Uydan. Ha, hardan. Kirqani, o'rgataman o'zim. 2 1 2
Bir. To'g'ri ur qani, to'g'ri ur, to'g'ri ur. Qanday? Kir, yana bitta. Trenirovkada qiyin bo'lsa, jangda oson bo'ladi. Yur qol. Xotin zo'r, davay, ko'tar. Ha, ishla, o'qirachi. Davay, xotin isi yoramiz ular, yoramiz. Assalomu alaykum qishloqdoshlar. Bugungi Samon Press ligamizni ochiq deb e'lon qilamiz. Hamda davramiz to'riga ikki boyeslarimizni chaqiramiz. Qani? Kelinglar. Qo'rqmang. Bo'ldi, o'zingizlar bo'lsin. Endi jang boshlashdan oldin men sponsorlarimiz bilan tanishtirib o'tsam. O'zi bitta sponsorimiz bor, u ham chorak magazni. Yutgan odam 2 kilo kartoshka, 2 kilo piyoz, yana 5 litr yog'. Undan tashqari nokaut qilsa deyapti, 2 kilo go'sht ham qo'shib beraman dedilar. To'g'rimi? Nima deysizlar shunga? Ma'qulmisizlar? Davaymi? Davay. Bo'lmasa jangni ochiq e'lon qilamiz. Qani? Boyeslarimiz hamma tayyormi? Siz tayyormi? Biz tayyor. Ha. Siz tayyormi? Ha, tayyormiz, xotin. Boyeslarimizni jang maydoniga chorlaymiz. Qani kelinglar. Birinchi raund. Voy! Ha. Osmonda qushlar uchganda Voy, to'xtang. To'xtang. Sochidan tortish yo'q, to'xtang. Birinchi raund tugat bo'ldi. Voy! Xotin yaxshimisan? Nima sochidan tortding? Yig'lasin-da sochini. To'lkalari o'xshaydi. Emotsiyada bo'ladi. Normalmi xotin emas? Menga qara. Qo'rqmadan cho'kib ketyapti. Men suv ichasam. Oy, dadasi ko'zim achib ketdi. Yo'q, no'sin bor-ku, o'zi. Press liga jangining kulminatsion nuqtasi. Ikkinchi raund. Fight! Davon xotin! Muhabbat yig'lama, yoningda o'zim bo'laman. Yig'lama muhabbat yig'lama. Birinchi o'rin sohibasi Ustini qo'ydi. Xo'sh, Ismat aka, xotiningiz boshida zo'r urushib o'tirgan sochidan tortib, nimaga mag'lub bo'ldi? Xotin nimaga mag'lub bo'lding? Aldadi mana ustining xotini. Nima deyapti? Stoykada urushaman degandi. Ko'cha hayot, ko'cha sistema, mendan qolgan, sendan ham. Alo. Assalomu alaykum dada. Va alaykum salom. Saytdan 10 ming pul olib chiqib, qimorga yetkazib qo'ydim. Qaydasan sen? Boshim olib chiqib ketyapman. O'zi bu uyga ortiqchaman. Hech kim meni tushunmaydi. Amsiya. Keldingmi? Yaxshimiz, tinchmi, nima gap? Karta o'ynash bilasizmi? Karta? To'g'lanimda karta o'ynamak. Hamza karta o'ynamol o'qiydi. Nimaga? Qancha pul yutqizgan? Karta o'yinliklari. Ibi. 10 ming. Shuni qaytarib olishimiz kerak. Bo'ldi, tamom. Menga bitta yemoqling bittada yutamiz. O'ynash bilasizmi? Bilaman. Yuring. Bachangizdan kelibsan-da, Ismat. Avo, sanlar pul yutqizibdi-ku. Shu pul qaytarib olishga keldi. Tikishi biron nimang bormi? O'yima tikaman. O'ynaysanmi? Qo'li suyritman, qo'li. Qo'lingizdagi kartani so'rayapti bu. Ha, 6 malda. Hay yuring hay. Hamsa yettiram nechida turasiz? Men ertang soat 5:30 da turaman hamsiya. Turganimdan mollar kunjalasini beraman, keyin beda press beraman mollarga qarang. Of. Necha yoshda maktabga borgansiz? Men maktabga 5 yoshimda borganman. Ha o'ynash bilaman dedingiz-ku. Hay, to'yda zo'r o'ynayman. Onasini emsen. Men sizga kartada o'tirman. To'y nima roqas bo'lsa kartada o'tirmiz-ku. Hakka. Qaysini yurgi? Ha, 6 bormi? Ey, o gaplashmanglar qani? Biz gapirganimiz yo'q-ku. Hay, shuni yuzimizga aytsangiz ham bo'ladi, devol aytanchi, eshitib o'tiribmiz-ku. Astagfirullah. Nima bo'lgan bu? Ko'zi ko'rmaydi buni. Ha, Siz hayotim, alantirlar qalbimni, adovatli yuragim, sig'dirmas nafratimni, nohaqlikdan charchadim, qo'lga olmasman o'zimni. Nega dunyo bilib turib, yomonman sen ko'rib turib. O'ynamayman men. To'xtang. Ha, nima o'ynayapsiz? Yuring deb o'tdim, 2 soatda men yuring tamom deb o'tdim. Ha, bo'ldi, men tushundim sizni. Ana bu tuzot. Ana olib qo'ying. Patirlamang, meni qo'limda karta bor. Ha? Qimor o'ynama dedi. Oxiri yo'q bu narsani, oxiri yo'q. To'xtang, o 10 ming so'm pul yetkazdim dada. Sizlar o'yin yetkazib o'tiribdilar. Nima?